Ben Sulaymanov Alican, Tirakoviç, 1972 yılda tug'ilganman. Men 1 yil oldin 30-may kuni insult bo'lib qoldim. Neyropatologimiz Akramjon ukam buni aniqlab, o'zlari doktorga jo'natdi skoriga. Mana hozir lecheniya olyapman. Men unaqa og'riqisi yo'q, oqibatlari qolmadi menda. Xudo xolasa 1 yil bo'lsa sog'lom turmushga qaytganman 1 oyda. Doktorga rahmat. Bu doktorga men ishonib kelib, mana bugun ham 5 kun, bir hafta lecheniyasini olib, men uyimga ketyapman. Men Lormetga kelib turaman. Doktorlar yaxshi, men ularga ishonch bildiraman. Bari Toshkent toifasiga, o'sha Toshkent doktorlaridan ham a'lo bular ishi. Rahmat.